Alloh rahmat qilsin, makonlarini jannat qilsin. Muhtaram ustozimizdan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlaridan savollar har xil bo'lardi. U kishining javoblari ham antiqa bo'lardi. Bitta savolda so'radilar: kimning tavbasi qabul bo'lmaydi taqsir deganlarda javob berganlar. Tavba qilmaydigan odam tavbasi qabul bo'lmaydi. Tavba qilish kerak oldin. U kishida shunaqa g'aroyib va nodir javoblar bo'lardi. Hammalaringiz eshitgansizlar. Masalan, kecha shuni eslab, rosa bu savollarni hali ko'p javoblarini sog'inishimiz kerakligi haqida gaplashdik bir joyda. U kishiga so'rayaptilar ta'sirdan. Sumalay haqida gapiring. Qur'onda Sumalay haqida biror narsa deyilganmi desa, Hazrat aytayaptilarki, Qur'on sizga pazandalik kitobi emas u. Qur'on u hidoyat kitobi. Birov so'rayapti, Nike krossovkasini kiysam bo'ladimi? Razmeri to'g'ri kelsa kiying deyaptilar.